Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli sport dunyosi kanalining kuzatuvchilari. 90+ loyihasi yana uzoq vaqtli tanaffusdan so'ng qaytadi va bugun biz yana o'sha futbol olamidagi eng muhim voqeliklarni muhokama qilishni boshlaymiz va davom ettiramiz. Tabiiyki endi oxirgi paytlardagi deylik o'tgan hafta va bu hafta bo'lishi kutilayotgan muhim voqelik bu aynan o'zbek futbolida, FIFA kunlarida terma jamoamizning navbatdagi hal qiluvchi o'yinlari bo'ladi va ushbu o'yinlar doirasidagi voqeliklarni bugun muhokama qilamiz va studiyamiz mehmoni bugun Umar aka Esonmurodov, hamkasbimiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Endi xabaringiz bor, 2025-yil umuman olganda o'zbek futboli uchun anchagina omadli keldi deyishimiz mumkin. Jumladan Abduqodir Husanovning o'sha Angliya jamoasi Manchester Cityga o'tishib katta bir voqelik bo'ldi va bu jarayon anchagina uzoq davom etdi va bizga turli xil emotsiyalarni bera oldi va yakunda shunisi aniqki, aynan Man Cityning asosiy tarkib futbolchisiga ham aylana oldi Abduqodir Husanov va uning transferi o'zbek futbolida katta bong urgan voqelik bo'ldi deyishimiz mumkin va keling mana shundan boshlasak. Husanovning aynan Cityga o'tishini o'zi kutganmidingiz? Albatta, Abduqodir Husanovni Fransiyaning Lens jamoasiga borib qo'shilgandan so'nggi ko'rsatgan o'yinlari, o'ziga bo'lgan ishonchi, ya'ni o'sha harakatlari, uni harakatchanligi, umuman murabbiy ko'rsatmalaridan umuman chiqmasligi va a'lo darajada bajara olishi bizga umid berayotdi. Ya'ni shu kuchli beshlikda o'sha chempionlik uchun raqobat ko'rsatadigan qator klublarda o'ynay olishiga bo'lgan ishonch bor edi. Albatta, birdaniga o'sha Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, Angliya Premyer Ligasida so'nggi paytlarda umuman dominant bo'lgan klubga birdaniga o'tishini ko'pchilik tasavvur qilmagan bo'lishi mumkin, hamyurtlarimiz orasida ham, jumladan biz ham. Lekin kamida biz o'sha PSG varianti paydo bo'lganda, Abduqodir Husanov atrofida PSG varianti paydo bo'lganda, o'sha Angliya klublari yoki bo'lmasa o'sha Ispaniya klublar yoki bo'lmasa yuqorida aytib o'tilgan o'sha Germaniyadan Bayer yoki Bavariya variantlari ham gapirilgan edi. O'sha Italiyadan Juventus varianti chiqdi. O'sha variantlar orasida eng muqobili tanlanishiga ishonuvdik. Hozir Abduqodir Husanovni bunchalik darajada katta bir keng bir muhokamalarga sabab bo'layotgani bu o'sha tezlik bilan Manchester Cityning asosiy tarkibiga kirib olgani bo'ldi. Manchester Cityning asosiy tarkibiga kirib olishida o'sha ma'lum bir o'ziga xos sabablar bor albatta. O'sha Manchester Cityning asosiy himoyachilarini o'sha jarohatdaligi yoki bo'lmasa Gvardiola shogirdlarini qaysidir ma'noda o'sha taomdan to'yib qolganligi bugungi kunda Abduqodirni tezlik bilan o'sha asosiy tarkibga kirishiga sabab bo'ldi. Lekin Abduqodir o'sha shunchaki asosiy variant yo'qligidan asosiy tarkibda emas va u asosiy tarkibga birmuncha munosib nomzod ekanligini ko'rsata olyapti. Bilamiz, Pep Gvardiola o'zi qaysi jamoada bosh murabbiy bo'lishidan qat'iy nazar o'sha stabil o'yin ko'rsatayotgan o'yinchini ham doimiy ravishda ishonch bildirmay qandaydir bir eksperimentlar o'tkazib turadi, asosiy tarkibdan olib tashlab yoki asosiy tarkibda muntazam boshqa futbolchini tushirish bilan birgalikda. Lekin hozir Abduqodir Husanov o'sha Angliya jamoasiga o'sha to'liq moslashib oldi deyish hali menimcha qiyin. Moslashuv jarayonida ketyapti, baribir o'sha ayrim o'sha oraliq masofadagi tushunmovchiliklar bor. Bu tushunmovchiliklar o'sha bugungi kunda Manchester City'dagi asosiy tarkibdagi 4 ta himoyachining to'liq aniq emasligida. O'sha agar o'sha 4 ta himoyachi to'liq aniq bo'ladigan bo'lsa, masalan, Ruben Dias bilan doimiy ravishda o'sha asosiy tarkibda tandemda o'ynay boshlasa, bundan keyingi o'yinlarda menimcha bu eng yaxshi variant sifatida qaraladi keyinchalik. Va u tahlillarga ko'ra o'sha Abduqodir Husanovni o'sha deylik o'sha yarim mavsum oxiridagi tahlillarga ko'ra keyingi yilda uni asosiy tarkibda bo'lishi yoki qaysidir ma'noda o'sha Gvardiola jamoasiga bir tayanch bo'ladigan futbolchi sifatida qanchalik muhimligi ko'rib chiqiladi keyin. Ha, albatta, aytib o'tganingizdek, Cityda bir qator yo'qotishlar bor. O'sha markaziy himoyada Stones, Akanjilar ketma-ket jarohat olishyapti. Buning natijasida u asosiy tarkibdan joy olgandek ham ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir orada o'zini yorqin o'yinlar bilan o'sha Realga qarshi qanaqangi bir fantastik o'yinlar qilganda, o'ng qanotga qo'yilib, Viniciusni to'laqonli yopib olgandi. Xullas, ishonch bor. Garchi mana oxirgi o'yinda FIFA kunlari oldidan u hafta golga mualliflik qilib qo'ygan bo'lsa ham, o'zi kutilmagan holatda o'ylashimcha bu katta fojia emas.
Chelsiga qarshi o'ta og'ir, qiyin, murakkab debyutdan keyin yana shunchalik o'zini qo'liga olganligi ham bir katta yutuq deb o'ylayman men ham. Xullas, bu yog'iga endi Husanov hozir terma jamoamizning eng katta yulduziga aylanyapti. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, uning fonida qandaydir Eldor Shomurodov ham anchagina porlab ketdi. Roma safiga sig'mayotgan, qaysi klubga sotishni yoki berib yuborishni ham ko'zlayotgan Roma oxir oqibat o'sha bitta Yevropa Ligasi o'yiniga tushirdi, Shomurodovni gol urdi, keyin yana gollar urdi. Xullas, asosiy tarkibga ham deyarli kirib oldi va ancha o'yinni qaytdi. Bu ham aynan Eldorga ham motivatsiya bo'lgandek ko'rindi. Har holda Eldor ham va Husanov ham fevral oyida o'zining klubining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu ham o'ylashimcha katta yutuq bo'lsa kerak. Xuddi shuningdek, men savolim shunaqaki, qolgan futbolchilarimizga ham bu qanaqadir motivatsiya bo'lishi mumkinmi terma jamoadagi? Albatta yo'q. Bu borada albatta motivatsiya bo'ladi. Faqatgina bu terma jamoa tarkibida hozirgi terma jamoani o'zagidagi futbolchilarga nisbatan ishlatish qiyin deb o'ylayman. Sababi hozirgi terma jamoamizdagi aksariyat futbolchilarning yoshi o'sha 27 yoshdan yuqorida, aksariyati, juda ko'pchiligi. Masalan, Abduqodir Husanov ham o'sha Lansda asosiy tarkibda maydonga tushib boshlaganda ham Srechko Katanis uni ko'proq o'sha zaxirada ushlab turayotgandi, ya'ni asosiy tarkib futbolchisi sifatida to'laqonli kiritib olmagandi. Endi masalan, hozir Abduqodir Husanovni terma jamoada asosiy tarkib futbolchisimi yoki yo'q degan savolga umuman o'rin yo'q. Asosiy tarkibda Abduqodir Husanov bo'lishi shart. Masalan, o'sha Turkiya Superligasida yaxshi o'yin ko'rsatayotgan o'sha Husniddin Aliqulov ham, Abduqodir Husanovning ham mavjudligi o'sha terma jamoa uchun, himoyasi uchun birmuncha nima deydi, yaxshi bir effekt bera oladigan jarayon bo'ladi. Bu ikkala futbolchining muhim o'z klublarida muhim bir vazifani bajarayotganligi. Lekin afsuski, mana Husniddin Aliqulov hozir jarohat olib, endi yaqinda biroz muddatga safdan chiqqan bo'lsa-da, terma jamoada baribir bu narsani men Srechko Katanisning mehnati deb hisoblayman. Srechko Katanis o'sha terma jamoaga kelganida o'sha birinchi o'rinda himoyadagi tartibni to'g'ri yo'lga qo'ya oldi va himoyadagi tartibning o'z-o'zidan yo'lga qo'yilishi bizga mana shunday kuchli futbolchilarni yaratib beryapti. Baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, milliy terma jamoadagi o'sha qarashlar klubda o'z o'rnini ega bo'lishga bo'lgan intilishda ham muhim rol o'ynaydi. O'sha Husniddin Aliqulovni bevosita o'sha terma jamoada asosiy tarkibda tushirilishi va asosiy tarkibda unga muntazam ishonch bildirilishi Husniddinning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib, mana Turkiya Superligasida anchagina o'sha stabil o'yin ko'rsatayotgan o'yinchiga aylantirdi. Aliqulov menimcha Turkiya Superligasida bu yil agar jarohatlar uni biroz qiynamasa, keyinchalik o'sha kuchli beshlik chempionatlariga bemalol keta oladigan futbolchi sifatida ko'rishimiz mumkin. Lekin afsuski, bir qator masalan kuchli futbolchi sifatida tanilishi kerak bo'lgan, biz shunaqa xohlagan futbolchilarimiz bor. Masalan, Jasur Jaloliddinov yoki bo'lmasa Bobur Abduxoliqovlarni o'yinlaridagi pasayishlar menimcha ularni endigi natijalari o'sha garchi Ozarbayjon chempionatida o'ynayotgan bo'lsa-da, kuchli beshlik uchun ko'proq harakatga menimcha ma'qul kelmaydi deb o'ylayman. Sababi bu futbolchilar allaqachon 25 yoshga yaqinlashib qo'ydi va bu futbolchilardagi o'sha holat, o'sha birinchi porlab chiqqandagi holatdagi vaziyatdan ancha orqalab qoldi. Masalan, Bobur Abduxoliqovdan misol uchun masalan ilk marta o'sha asosiy tarkibga kirib olib, yosh paytidan ko'rsatgan darajasini ushlab qolib, u darajadan o'sishga harakat qilayotgan futbolchilarimiz bor. O'sha yuqorida aytib o'tildi, Eldor Shomurodov yoki bo'lmasa Abbosbek Fayzullayevlarni. Masalan, Abbosbek Fayzullayev ham CSKAdagi birinchi o'sha eng yorqin mavsumidan bu yil birozgina pasayish kuzatilyapti. Bunga albatta murabbiy almashuvi ham sabab bo'ldi. Qaysidir ma'noda murabbiy uni hozir umuman boshqa yo'nalishda sinab ko'rayotgani ham balki bunga sabab bo'layotgandir. Meni eng katta umidim o'sha Abduqodir Husanov yoki Eldor Shomurodovning o'sha kuchli chempionatlarda oy futbolchisi bo'lishi yoki ularda asosiy tarkibda maydonga tushayotganligi, mana bu o'sib kelayotgan yoki o'sha o'smirlar 20 yoki o'smirlar 17 terma jamoamizdagi kuchli bir qator o'sha o'sishga intilayotgan kuchli futbolchilarimiz uchun yetarlicha motivatsiya bo'lishi kerak. O'sha Lazizbek Mirzayev uchun ham, o'sha Leganesga borib endi qo'shilgan futbolchimiz uchun ham bu trampolin bo'lishi kerak. Bularni ko'rib, bulardan fikrlab, bulardan xulosa qilib
va man ishonch bilan ayta olaman, ya'ni hozirgi o'smirlarimizni o'yinlarini yaqinda masalan o'smirlar 20 terma jamoamiz garchi o'sha Koreyaga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib jahon chempionatiga chiqa olmagan bo'lsa-da, o'sha yerda potensial yuqori bo'lgan futbolchilar bor. Masalan, o'sha Muhammad Ali O'rinboyev deymizmi? Faqatgina bizda bir avvaldan bir noto'g'ri bir yondashuv bor deyish mumkin. Noto'g'ri yondashuv shundaki, biz futbolchilarni ham klubda, ham turli xil yoshdagi terma jamoalarda sudrayverib ko'proq charchatib qo'yamiz. Bunga misol qilib, masalan, Jamshid Iskandiyerovni aytish mumkin. Jamshid Iskandiyev vaqtidagi eng kuchli iste'dodli futbolchi bo'lgan, lekin uni hali 20 yoshlilarda, hali 23 yoshlilarda, hali unda, hali bunda sudrayverib juda ko'p chalg'itib, charchatib qo'ydim. Men o'sha yoshlar terma jamoalaridagi asosiy ko'proq futbolchilarni, to'g'ri, yoshlar terma jamoalarimizda ham natija muhim, lekin ular birinchi o'rinda o'sha o'zini klubida, yoshlar o'zini klubida bir natija ko'rsata olishi kerak. O'zini muqim o'rniga ega bo'la olsa, keyin katta klublarni orzu qilsa bo'ladi. Qaysidir ma'nodagi 3 ta 4 ta o'yinlik Osiyo chempionati yoki 3 ta 4 ta o'yinlik jahon chempionatidagi o'yinlar ularni menimcha kuchli 5likka yetaklay oladi deb o'ylamayman. Sababi Braziliya, Argentina deymiz, o'sha Janubiy Amerika terma jamoalari yoki bo'lmasa Afrikada bizdagi kabi iste'dodlar to'lib yotibdi. Biz faqatgina o'sha futbolchilar o'zini klubida stabillikka ega bo'lsa, chetga chiqib ketadimi, qayerga borgan taqdirda ham o'sha klubda o'sha stabillikka ega bo'lsa, keyinchalik o'sha xuddi Abduqodir Husanov kabi kuchli futbolchilarni nazariga tushishi mumkin. To'g'ri, jahon chempionatidagi o'yinlar ham muhim, jahon chempionatidagi o'yinlar orqali ham kuchli 5lik nazariga tushish mumkin-ku deyishingiz mumkin, lekin ayrim murabbiylar, bizdagi ayrim murabbiylar faqatgina natijani orqasidan quvish maqsadida futbolchilarni o'zini ko'proq ko'rsatib berishiga yoki ochib berishiga izn bermaydi. Bu narsa juda yomon bu narsa. Bu bizda ayniqsa o'sha oxirgi 10 yillikda, ayniqsa yoshlar terma jamoalarimizda ko'proq futbolchini o'zini individual mahoratini yoki o'zini to'liq ko'rsatishiga emas, natija ko'rsatish uchun harakat qilib qolishdi. Murabbiylar ham xuddi shunday, jamoa uchun o'ynab ber, jamoa uchun muhim. Bu 20, men fikrimcha 20 yoshgacha umuman o'sha jamoa uchun o'ynash emas, ko'proq to'g'ri jamoaga kirishib ketish muhim, lekin o'zini individual jihatdan ko'rsata olishi kerak, nimalarga qodirligini yoki nima qilib bera olishini ko'rsatsagina o'sha kuchli 5lik chempionatlardagi klublarning nazariga tushishi mumkin. Hozir Abduqodir Husanovning effekti, Eldor Shomurodovning effekti bu juda yaxshi bo'ldi. Ko'plab kuchli 5lik chempionatda ishtirok etayotgan klublardagi o'sha skautlarni nazarini O'zbekistonga qaratdi. Bu yaxshi. Albatta. Endi bu aynan o'sha Yevropa jamoalarini aynan O'zbekistonga, o'zbek futbolchilariga bo'lgan e'tiborini ham torta oldi deb o'ylayman men ham. Endi bu Abduqodir Husanov, uning Sitsiga o'tishi, bu kabi voqeliklar endi katta mavzu va anchagina eskirdi ham, lekin endi ancha paytdan buyon kanalimizda bunaqangi loyihalar bo'lmaganligi uchun to'xtalib o'tdik va endi asosiy mavzuyimiz bu shubhasiz endi FIFA kunlari O'zbekiston milliy terma jamoasining Qirg'iziston va Eronga qarshi o'yinlari bo'ladi. Bungacha murabbiyimiz boshqa edi, Srechko Katanets jamoani anchagina yaxshi boshqarib kelayotgandi. Uzoq muddatli mag'lubiyatsiz seriyalarni davom ettirib keldi, lekin endi oxiri bo'lmadi. Sog'lig'idagi muammo sababli aynan Katanets ketishga majbur bo'ldi yanvar oyida va bu yog'iga endi o'zimiz bilgan, yaxshi tanigan, ishongan inson Timur Kapadze milliy jamoani boshqaradi va Kapadze mana ushbu kunlar oldidan jamoaning kengaytirilgan tarkibini, terma jamoaga chaqirilgan o'yinchilarni e'lon qildi. Shaxsan men qanaqadir kattaroq o'zgarishlarni kutgandim, lekin deyarli o'zgarish bo'lmadi tarkibda. Birgina o'sha Akrom Komilovni va Jiyanovni inobatga olmaganda deyarli o'sha Katanetsning tarkibida. Men kimlarni kutgandingiz ham jamoaga jalb qilishni? Yo'q, men G'aniyevni kutgandim lekin. Aziz G'aniyevni. Aziz G'aniyev adashmasam hozir yoshi uni ham 30 yoshga borib qo'ydi. Potensial tortmaydi. Yo'q, bir transfer qiymati yuqori anchagina. Yo'q, qarang, hozir Azizbek G'aniyev oxirgi marta milliy terma jamoaga chaqirilganiga bir necha yillar bo'ldi-da, oxirgi marta. U hozir uni chaqirib bitta muhim o'yin oldidan, masalan, o'rtoqlik uchrashuvi yo'q bizda. Muhim o'yin oldidan uni jamoaga chaqirib qo'shib qo'yib, u jamoaga kirishib ketishini kutish bu juda noto'g'ri narsa. Men Timur Kapadzeni men shu qarorni hozir qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni o'sha Katanisdan qolgan tarkib, Katanisdan qolgan uslubni ushlab turgan holda kurashmoqchi u.
va bu fikrga qo'shilaman. Sababi Kapadzida hali umuman imkoniyat bo'lmadi. Kapadzi bu tarkibni menimcha to'g'ri kuzatib yurib qanday potensialga egaligini bilaman degan bilan menimcha bu tarkib bilan hali to'liq mashg'ulot ham o'tkazgani yo'q, hali to'liq bitta o'yin ham o'tkazgani yo'q. Shu boisdan u 50% ham hozir bu 50% ga o'sha qandaydir o'zini uslubiy qo'llanmalarini kiritishga intilishi ham bu juda katta gap bo'ladi. Bu 100% yoki 70-80% ga o'zgartirib yuborish juda qiyin hozir. Ayniqsa bu xato ham bo'ladi agar o'zgartirib yuboradigan bo'lsa. Sababi ko'pchilik o'sha Temur Kapadze tanlangandan keyin bitta narsa bilan bog'lashyapti. O'sha Temur Kapadze bir paytlar bor yo'g'i adashmasam ikkitagina uchrashuvda milliy terma jamoani bosh murabbiy sifatida boshqargandi. O'rtoqlik o'yinlarida boshqargandi va bu o'sha paytda qandaydir bir natijalar bo'lganidan kelib chiqishyapti, lekin yo'q. Bu yerda u natijalarga qarash emas, chunki terma jamoa o'sha Kapadze tayinlanganda terma jamoa juda tushkun holatda edi. Sababi biz jahon chempionatini o'sha 3-oxirgi saralash bosqichiga chiqa olmagandik. Juda katta omadsizlik bilan orqaga qaytayotgandi va futbolchilar undan oldingi murabbiydan qo'pol qilib aytsa charchagan vaziyatda edi. Har qanday vaziyatda masalan ochilib ketish bo'ladi. Masalan, bitta narsani sizga aytsam, esingizda bo'lsa kerak, Manchester United bir paytlar o'sha Jose Mourinho bilan juda yomon natijalarga kirishib ketgandan keyin Solskjaer kelishi bilan, Ole Gunnar Solskjaer bilan juda uzun mag'lubiyatsiz seriya qayd etgandi. Hatto g'alabali seriya qayd etgandi. 10-12 ta o'yinda Premier Ligani o'zida ham g'alabali seriya qayd etib, o'sha Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritib, keyingi yil o'sha hatto bor yo'g'i vazifasini bajaruvchi bo'lib turgan Solskjaerga 3 yillik, 4 yillik shartnoma taklif qilinishigacha bo'lgan vazifani bajarib bergandi o'sha jarayon. Lekin o'sha jarayon paytda ham o'sha keyinchalik ma'lum bo'ldiki, futbolchilar o'sha Jose Mourinhoni siqilishidan chiqib o'zlari o'sha xuddi zanjirlangan sherni zanjiri yechilgandek bo'lib harakatiga tushgandida. Temur Kapadzeni ham avvalgi milliy terma jamoadagi boshqaruv xuddi o'sha holatda edi. Lekin hozir unday emas. Hozir Srechko Katanis terma jamoani maksimal birlashtirib turuvdi. Hech kim Srechko Katanisdan terma jamoa ichida ayniqsa xafa emas edi. Srechko Katanisni qo'llab-quvvatlovchilar terma jamoa ichida ko'p edi. Uni oxirigacha shu siklni yakunlashiga ishonch bildirayotgan va yakunlashini xohlayotgan futbolchilar ko'p edi va hozir qandaydir ma'noda kichik tushkunlik bo'lib qolish ehtimoli bor. Men shundan qo'rqib turibman. Sababi yo'q, salbiy natija kelib chiqishi emas. Bu yerda terma jamoani endi ertaga 20-mart kuni Qirg'iziston bilan o'yinda kuzatamiz. Agar terma jamoa o'sha quvnoqlik bilan o'ynab keta oladigan bo'lsa, bu Kapadzega moslashuv bo'ladi. Agar qandaydir shoshish, dovdirash kabi narsalar futbolchilar orasida kelib chiqadigan bo'lsa, unda bu hozir bu almashuv yoki almashinuv biroz o'zini oqlamagan bo'lib chiqishi mumkin. Men o'sha yaxshi ham bu narsani oqlamagan bo'lib chiqishini xohlamayman. Asosan bilamiz, Srechko Katanis ko'proq o'sha 1-0 ga o'ynaydigan murabbiy edi. 1-0 ga o'ynab futbolchilarni doimiy ravishda o'sha tartib intizomga ushlab turadigan va bu tartib intizomni ham bizning futbolchilarimiz anchagina jasorat, shijoat bilan bajarib berayotgan. Har qanday o'yinda shijoat ko'rsata olayotgan. Albatta. Bu shijoat ertaga o'sha tushib qolmasa bo'ldi. Chunki Kapadze natija ko'rsatdi, Olimpiya o'yinlariga birinchi marta terma jamoani olib chiqdi, lekin bu olib chiqish orqasida faqat Olimpiya terma jamoasiga qaratilgan 4 yillik e'tibor bor edi-da. 4 yillik e'tibor o'sha Kapadzeni qo'liga to'liq tarkib yig'ib berilgan, xohlagan ishingni qilishing mumkin, xohlagan eksperimentingni qo'llashing mumkin, xohlagan taktikada ishlab ko'rishing mumkin, xohlagan jamoaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishing mumkin va to'liq o'zingni shakllantirib Olimpiyadaga yo'l olishing kerak. Va o'sha jarayonda ham masalan Temur Kapadze Olimpiya o'yinlariga chempion bo'lib bormadi. 2-o'rin bilan bordi. Finalda 2 marta finalda yutqizib qo'yib bordi misol uchun. O'sha oxirgi finalida ham, o'sha Osiyo chempionatining finalida ham futbolchilarda biroz qo'rquv bor edi. Jasorat yetishmadi. Birinchi bo'lib hisobni ochishga bo'lgan jasorat yetishmadi. O'sha penalti so'nggi daqiqalardagi penaltini ham gol ura olmagandan keyin ham buni ko'rish mumkin edi-da. Qandaydir bu qo'rquv, ya'ni Kapadze men o'sha oxirgi finalida
qo'rquvni yengib o'ynashini xohlagandim futbolchilarni, chunki Olimpiya o'yinlariga yo'llanma naqd qilib qo'yilgandan keyin biz chempion bo'lamizmi, bo'lmaymizmi, bizni asosiy maqsadimizga erishib bo'lganimizdan keyin so'nggi o'yinda umuman futbolchilar boshqacha kurashishi kerak edi. Misol uchun xuddiki APL jamoalarini kuzatganmisiz? Masalan, 20-o'rindagi jamoa chempionshipga tushib ketishi ma'lum bo'lgandan keyin, misol uchun 36-37-turlarda chempionshipga o'sha tushib ketgan, lekin bo'lajak chempion yoki o'sha chempionlik uchun kurashayotgan jamoaga qarshi tushib qolsa juda kuchli o'yin ko'rsatadi. Juda kuchli o'yin ko'rsatadi. U bosimdan qutuladi, chunki futbolchilar, ularda hech qanaqa bosim yo'q, xohlasa ham qola olmaydi chempionatda. O'zini ko'rsatishga bo'lgan intilish va qandaydir bir ichki jasorat paydo bo'ladi. Keyingi yil biz boshqa klublarda o'ynashimiz kerak degan ma'nodagi jasorat paydo bo'ladida, eslasangiz kerak, Queens Park Rangers o'sha chempionshipga tushib ketib, sal qolsa Manchester Cityni chempionlikdan mahrum qilishi mumkin edi. Xuddi shunaqa o'yinlar bo'ladida. Men xuddi shunaqa o'yinni Kapadzedan kutgan edim o'sha finalda, lekin bu o'yinni ko'rsata olmagandi jamoa. Va bu ko'rsata olmaganidan keyin ham o'sha paytdagi meni o'ziga xos xulosalarim Olimpiya o'yinlarida yo'q, Olimpiya o'yinlarida ham shu narsa ko'rindi-da. Olimpiya o'yinlarida o'ynamashga olishmadi bu ham. Albatta. Olimpiya o'yinlarida ham o'sha Fransiya bilan qaysidir ma'noda kichik tengma-tenglik ko'rsata olgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha biz bemalol yuta olishimiz mumkin bo'lgan jamoalarni yoki bo'lmasa bemalol ularga qarshi kurashishimiz mumkin bo'lgan jamoalar bilan o'yinda o'zlarini lider sifatida ko'rsata olmadi bolalar. Bu qaysidir ma'noda baribir murabbiyni holatiga bog'liq. Men xohlaganim Kapadze kuchli mutaxassis, men tan olaman. Kapadze qaysi ma'noda kuchli mutaxassis? U intiluvchan. U juda ko'p murabbiylardagi tajribalarni o'zida to'play olgan mutaxassis. O'sha Skolarining qo'lida o'ynagan u bir paytlar, undan tashqari o'sha Vadim Abramov bilan terma jamoada yorqin o'yinlar o'tkazgan. Bir qator kuchli mutaxassislar qo'lida ishlagani uchun ham undan men ham Kapadzeni futbolchilik faoliyatida ham juda ko'p kuzatganman. Kapadze futbolchilik faoliyatida markazni aql bilan boshqara oladigan futbolchi edi u, doim. Har doim taktikani to'g'ri tushunib, har doim har bitta o'sha o'zidan 10 ta sherigini ham boshqara oladigan darajadagi kuchli futbolchi edi. Undan kuchli mutaxassis chiqishi aniq edi. Ya'ni o'sha xuddi Pep Guardiola kabi o'sha tayanchdan chiqib, tayanch yarim himoyadan chiqib kelgan mutaxassislardan doim yaxshi mutaxassislar chiqadi. O'zi doim masalan Frank Lampard deymizmi, masalan Steven Gerrard oxirgi paytlarda omadsizlikka uchragan bo'lsa ham, u Rangersda juda zo'r murabbiylik qila oldi. Aston Villada ham 1-2 yilda eng yaxshi mavsumlarini o'tkazdi. Kapadzeda ham shuni kutdim, lekin Kapadze o'rganadigan narsalari ko'p edi. Kapadze futbolchilik faoliyatini yakunladi. U hech narsani o'rganmay turib, o'zini bor yo'g'i o'zidagi yig'ilgan tajriba bilan birdan ishga kirishib ketib qoldi u. Olimpiya terma jamoasi ishonib topshirilgan paytda ham biz uni ko'proq tajriba to'plash yoki xorijga chiqib boshqalarni o'rganish o'rniga unga yana Olimpik klubini ham berib qo'yib, battar uni ish hajmini ko'paytirib qo'ydik. Ha, shundan keyin o'zi bevosita dam olishlikni so'ragandi, o'zi dam olgan ma'lumlar. Lekin dam oldi-yu, lekin oxirgi paytda men Kapadzeni qaysidir murabbiyga borib ishini o'rgangani yoki qaysidir jamoalar bilan chetda ish o'rganganligini ko'rmadim. Masalan, Pep Guardiola ham o'z-o'zidan murabbiy bo'lib qolmaganda, o'zi bilasiz, qayerlarda iltimos qilib yurgan joylari bo'lgan uni. O'sha Belsa bilan yoki bo'lmasa o'sha Meksikaga borib 1 yil murabbiyni oldida o'sha ish o'rgangan vaziyatlari bo'lgandi uni. O'sha ish o'rganish uchun masalan Zinedine Zidane Realda qancha yuqori natija ko'rsatgan bo'lishi mumkin, o'sha Kastilyaga bosh murabbiy bo'lib kelishidan oldin 3 yil murabbiylik faoliyatini o'rgandi. 3 yil hech qanday ish olmay, 3 yil o'zi ustida faqat shu murabbiylik faoliyatini nima qilsam bo'ladi degan ma'noda ishlab, hatto o'sha Guardiola bilan ham shug'ullanib ko'rdi. Hamma bilan, o'sha Ancelotti bilan, hammasi bilan o'sha mashhur o'ziga xos tajribaga ega bo'lgan murabbiylar xulosida ishladida va natijaga erishdi. Men xohlamasdim Timur Kapadzeni o'sha kelajagi Mirjalol Qosimovda o'sha faoliyati bilan takrorlanib qolmasligini. O'sha biz ham Qosimov yaxshi murabbiy yo'q, murabbiy sifatida yaxshi boshlanmagan u. Nega? Yo'q. Terma jamoadan yaxshi qatnashganda o'sha 1 ochko farqi bilanmidi? Bor yo'q 4 ochko yig'ilgan.
Mirjalol Qosimov faoliyatida bor yo'q 4 ochko yig'ilgan. Birinchisi. Bu ikkinchisida yo'q. Bu muvaffaqiyat bo'lsa ham. O'sha muvaffaqiyatsizlik bo'lgan. Sababi Vadim Abramov bo'lganda, menimcha u 14 ochko emas, u aniq 17, 18 ochko yig'ilardi o'sha yerda. O'rniga o'sha paytdagi, misol uchun sizga aytishim mumkin, o'sha paytda biz sport jurnalisti sifatida faoliyat ko'rsatib, maqolalar yozib yurgan paytimda Jeparov boshchiligidagi bir qator futbolchilar futbol federatsiyasiga kelib, Abramovni qaytarishni, Abramovni saqlab qolishni iltimos qilishgan. Lekin o'sha Eronga uchralgan 1-0 mag'lubiyatdan so'ng o'sha eski rahbariyat uni olib tashlashni ma'qul ko'rishganda, Qosimovni o'rniga olib kelishgan edi. Va ikkinchi o'yin yodingizda bo'lsa kerak, Livanda bo'lgan. Livanga qarshi o'yinda 1-1 natija qo'lga kiritilgan. Undan keyingi Qosimov o'sha boshlagan ilk 3 ta o'yinda ochko yo'qotilgan o'sha paytda. Koreya bilan o'z uyimizda 2-2 o'ynaganmiz. Livan bilan borib zo'rg'a 1-1 o'ynab kelganmiz. Ko'ryapsizmi? Natija bo'lmagan o'sha paytda. Bor yo'q 3 ochko bilan. So'nggi turda masalan, birinchi bosqichning so'nggi turda Qatarni safarda mag'lubiyatga uchratib kelib, Erondagi o'sha butun o'yin davomida himoyada yotib zo'rg'a bitta gol urib olib g'alaba qozonganimiz bu boshqa narsa bu. Umuman boshqa narsa bu. O'sha paytda ham misol uchun biz o'z uyimizda Livanni 1-0 ga yutganmiz o'sha paytda ham bu. Men hali ham balki bu o'sha paytda bu narsa takrorlanmasligi mumkin, lekin men o'sha paytdagi xulosalarim orqali aytishim mumkin. Abramov bo'lganda o'sha payt biz 2014-yil jahon chempionatiga aniq borgan bo'lardik. Aniq borgan bo'lardik. O'sha paytdagi Qosimovni almashinuv bu noto'g'ri bo'lgan. Bu aniq noto'g'ri bo'lgan narsa bo'lgan bu. Sababi Qosimov o'sha 14 ochko yig'ib bergan bilan Koreya eng yomon mavsumini o'tkazgan Koreya bo'lgan. Eron endi shakllanayotgan Eron bo'lgan o'sha Karlish Keyrush bilan va biz o'shalar orasida o'ziga nisbatan ishonchni yig'ib olgan terma jamoa ulardan orqada qolib ketganmiz. Koreyani eng rasvo saralash o'tkazgani o'sha yil bo'lgan edi. Eng rasvo saralash o'tkazgani o'sha yil bo'lgan. Lekin biz o'shanda ham Qosimov bilan birga o'sha Qosimov bizga natija ko'rsatib olib chiqib qo'ya olmaganda, men o'shanda Qosimovni shaxs sifatida, futbolchi sifatida juda hurmat qilaman. Qosimov juda zo'r inson va juda yaxshi futbolchi bo'lgan, o'z davrining eng yetuk futbolchisi bo'lgan O'zbekistondagi qaysidir darajadagi bir xillar o'sha ayrim futbolchilar bilan solishtirish mumkin. Masalan, Maksim Shatskix yoki u kim bilan, lekin Qosimov to'g'ri jarohatlar qiynagan va Qosimov yetarli darajadagi eng kuchli futbolchi bo'lgan, bu aniq. Lekin biz Qosimovning futbolchilik faoliyati tugatishi bilan uni zimmasiga juda katta yukni qo'yib, misol uchun endi yurishni o'rganib olgan bolaga yelkasiga 10 kilo yukni qo'yib 4-etajga chiqasan degan topshiriq berilgan. Bu masalan siz har qanday vaziyatda ham tajribangiz bo'lsa ham, misol uchun nimalarnidir o'rganmay turib, ish jarayonida olgan tajribangiz bilan men o'sha narsani yorib o'tib keta olaman degan narsani orasida juda katta farq bor. Men juda xohlagandim shu boisdan Temur Kapadzeni qaysidir bir Yevropa klublariga chiqib, yoshga federatsiyani o'zi yordam berib, kuchli mutaxassislarim, deylik Yurgen Klopp, deylik Thomas Tuchel, shunga o'xshash murabbiylar mashg'ulotlarda hech bo'lmasa bir oy yoki 2 hafta ishlab kelish kerak edi yoqqa borib ko'rib. Albatta. Endi siz albatta Kapadzega nisbatan tanqidiy qarashlarida fikr bildiryapsiz. Endi to'g'ri. Haqiqatdan ham o'sha terma jamoada deylik hozir tajribasizlik, yetarlicha tajriba bo'lmaganligidan kelib chiqib, salbiy natija bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yog'iga muxlislar ketma-ket heytlar, salbiy bir izohlar, fikrlar bildirishadigan bo'lsa, bu ham Kapadzeni sinib qolishiga sabab bo'lishi mumkin demoqchisiz. Bu variant ham bor. Lekin baribir keling optimist bo'lamiz va ijobiy natijalar kutib qolamiz. Hozir masalan yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkin. Temur Kapadze, men ishonaman, Xudo xohlasa Qirg'izistonni o'zimiz uyimizda mag'lubiyatga uchratib, keyin Qatarni ham o'z uyimizda mag'lubiyatga uchratib. Eng muhim o'yin qaysi deb o'ylaysiz? O'z gapingiz bo'ldi, Musa. Eng muhim o'yin qaysi biz uchun mana shu siklda qolgan 4 ta o'yindan qaysi? Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubayda o'sha Abu Dabida bo'ladigan o'yin eng muhim o'yin bo'ladi. Eng muhim o'yin yutqazib bitta o'yinda qolsa-chi qanaqa bo'lishi mumkin? Yo'q, 3 ta o'yinda yutqazib emas. Qirg'izistonni nisbatan o'zimiz uyimizda Xudo xohlasa yutishimiz shart. Ishonch bor. 3 ochkomiz bor deylik. Qatarni ham o'z uyimizda yutishimiz shart. Hech qanaqa bu anaqa sabablar yoki hech qanaqa bir muammolar bo'lishi kerak emas bu ikki jamoa bilan o'yinda.
Eron bilan o'yinda safardagi o'yin menimcha ko'proq hozirgi holatdan kelib chiqib, Kapadze hali o'zini g'oyalarini singdira olmay turib, menimcha 0-0 ga o'ynasa kerak futbolchilar. Men shunaqa deb o'ylayman. 0-0 ga o'ynaydi. Eron bilan. Ha. Eronga borib 0-0 ga o'ynashga harakat qildi. O'zi oxirgi ikkita o'yinimiz 0-0 bo'lgan, uni oldin 2-2 bo'lgandi. Albatta. Lekin bizni taqdirimizni hal qilib beradigan o'yin baribir Abu Dabida bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan agar hech bo'lmasa durang o'ynab kela olsak, biz jahon chempionatiga kamida 2 o'rin bilan chiqamiz. Va meni eng qiziqtirayotgan narsa Kapadze buni olib chiqa oladi. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin nima bo'ladi? Kapadzening hozirgi tajribasi undan keyin bizga nima bera oladi? Shu narsa menga qiziq hozir. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi deydi-ku. Haligi endi muhimi biz uchun hozir baribir jahon chempionatiga chiqish, to'g'rimi? Undan keyingi o'yinlar hali bizda unaqa jarayon bo'lmagan. Bo'lsa qanday bo'lar ekan? U endi keyingi masala nazarimda. Shunaqa deyman, lekin muxlislardan bir so'rab ko'rish kerak. Bir paytlar Trinidad va Tobago degan jamoa jahon chempionatida o'ynagan. Birinchi va oxirgi marta bo'lganmi shu? Trinidad va Tobago degan jamoa jahon chempionatida o'ynagan. Bu shunchaki jahon chempionatiga chiqish kerak degan maqsadda emas, jahon chempionatida ham munosib ishtirok etish uchun harakat qilinishi kerak bo'lgan vaziyat. O'sha masalan bizni masalan suyuklimiz Abduqodir Husanovni shu Cityda o'ynayotgani bizga baribir jahon chempionatida e'tibor bo'ladi. Butun italiyaliklar kuzatadi bizni, butun angliyaliklar kuzatadi bizni, butun dunyodagi Manchester City muxlislari kuzatadi bizni, albatta kuzatadi. O'shanga munosib sifatda nimadir ko'rsata olishimiz kerak edi. Faqatgina Abduqodir bilan borib hech narsa qila olmay, yirik hisobda mag'lubiyatga uchrab, qolganlarimiz hech narsani qo'ldan kelmay, eplolmay qaytishimiz bu juda yomon bo'ladi. Shu uchun hozir murabbiyga ko'p narsa bog'liq. Albatta. Endi bu aytganimdek, bu endi keyingi jarayon, biz o'sha jarayongacha bo'lgan voqeliklarni muhokama qilamiz. Va nazarimda menda ham ishonch bor, bo'lajak o'yinlarda albatta g'alabalarga haqlimiz va mundialga chiqishga imkoniyatimiz yetarlicha. Chiqishdan, ya'ni boya ham gaplashdik-ku, mundialga chiqishdan ham ko'ra chiqa olmaslik qiyin hozir terma jamoamiz uchun. Endi murakkab jarayon baribir, lekin bu ham o'ylashimcha eplasa bo'ladigan jarayon. Endi yuqorida aytib o'tdik, o'sha Qirg'iziston bilan deyarli 3 ochkomiz bor deyapmiz-da. Xo'p, 3 ochkoni oldik ham deylik, Eron bilan o'yin. Eron har doim o'sha jamoaviy o'yin sifatida yaxshi shakllangan, jismonan kuchli, baquvvat o'yinchilar bor jamoa sifatida bizga ma'lum. Lekin hozir aynan Abduqodirning fonida plus Eldorning hozir pik darajaga chiqdi ham deyishimiz mumkin. Shunaqangi darajada. Bu yoqda endi Masharipov bor, O'runovlar bor. Xo'p, O'runov ham jarohatdan keyin sal hozir tiklanish jarayonida-yu, lekin baribir o'ynayapti. Erondan ham ko'ra bir o'sha kayfiyat nuqtai nazaridan bizda hozir ruhiy ustunlik yuqori emasmikin? G'alabaga haqli emasmizmi yana bir bor tarixiy g'alabaga ozodlikda? Yo'q. Eronda bizni hozir ko'zimizga Abduqodir Husanov ko'rinyapti-da, Manchester Cityga o'tgani uchun. Eronda shunaqa futbolchi yo'q hozir. Mehdi Tarimiylar bor u yerda. Qayerda bor hozir? Qayerda o'ynayapti? Interda o'ynayapti. Va bir qator Eron markazidagi, markaziy yarim himoyasidagi futbolchilar bizni markaziy yarim himoyamizdagi futbolchilardan bir bosh ustun hozir. Xohlaymizmi yo'q? Biz hech qachon 11 futbolchiga qarshi 2 ta futbolchi bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Misol tariqasida aytishim mumkin, David Alaba. Avstriyada David Alaba Bavariyani sardori sifatida harakat qildi. Bavariyada eng yetakchi futbolchi bo'ldi. Qancha klublar u bo'yicha kurashdi. Bavariyadagi eng yetakchi futbolchi edi, lekin Avstriyada hech narsa qila olmasdi. Chunki uni o'zi bitta edi Avstriyada. Shunday. Bitta edi. Hech narsa. Nisbatan futbolchilari ko'p tanilmagan Shveysariya doim chorak final, nimchorak finalga chiqib yuradi jahon chempionatidan. Har doim jahon chempionatida, Yevropa chempionatida ishtirok etadi Shveysariya va o'sha chorak finalgacha yetib boradi doimiy ravishda jahon chempionatida ham. Chunki darajasi bir xil bo'lgan o'yinchilar ko'p-da ular. Da, shunaqa. Bizda hozir hammasini Abduqodir yoniga olib qo'ya olmaysizda. Eronda lekin hammasinin darajasi bir xil. Men 100% ishonch bilan ayta olaman o'sha narsani. Eronda asosiy tarkibda tushadigan 11 futbolchisini darajasi bir-biridan uzoqda emas. Bu aniq. Bizda darajasi bir-biridan uzoqda bo'lgan futbolchilar ko'p lekin terma jamoamizda.
Biz shunchaki ertaga agar Eronga xudo ko'rsatmasin yirik hisobda yutqizib qo'yadigan bo'lsa ham, bittagina Abduqodir Husanov yoki Eldor Shomurodovni zaxiradan tushib bir ikkita gol urayotgani uchun biz Eronni yutishimiz kerak bo'ldi deydigan darajaga chiqmadik hali. Ya aytmoqchi bo'lganim, endi bizda ruhiy ustunlik yo'q emasmikan demoqchiman-da, Eronga nisbatan qaraganda hozir. Yo'q, futbolchilar oxirgi shov-shuvli voqealardan kelib chiqdi. masalan Abduqodir Husanovni Manchester Cityda asosiy tarkibda o'ynayotgani uchun futbolchilar birozgina o'sha sal furor ko'tarishi mumkin, o'yin jarayonlarida furor ko'tarishi mumkin, lekin baribir o'sha aytayapman-ku, ertaga Eron bilan o'yinni yuki, Eron bilan o'yinni bosimi bu juda yuqori. Agar biz Eron bilan o'rtoqlik uchrashuvida o'ynayotganimizda edi, u boshqa gap bo'lardi u. U boshqa gap bo'lardi. Hozir Eron bilan o'yinni yuki biz uchun juda og'ir. Agar biz ertaga Qirg'izistonni yutib, misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari o'zini uyini yutsa, biz bilan oradagi farq 1 ochkoligicha qoladi. Biz Eronga borib mabodoki yutqizib qaytadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklari bizdan turniir jadvalda o'tib ketadi. Tushunyapsizmi? Eron bilan yuk og'ir hozir. Xohlaymizmi, yo'qmi, Kapadze Eronga qarshi o'yinda mag'lubiyatga uchramaslik uchun o'ynaydi. Albatta. Xohlaymizmi, yo'qmi shunaqa. Agar Birlashgan Arab Amirliklarini biz turnir jadvalda o'zimizdan oldinga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, o'sha ikkita o'yinda, keyingi o'yinimiz Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi safarda bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklari keyin o'zini uyidan qon kechib bo'lsa ham o'sha 3 ochkoni yulib olishga harakat qiladi keyin biz. Agar Birlashgan Arab Amirliklariga borib 3 ochkoni boy berib keladigan bo'lsak, bizni qo'limizda haqiqatdan ham Arab amirliklar ham hozir ushbu mundialga chiqishga juda ham jiddiy harakat qilishyapti. Hattoki shunaqangi bir xabarlar ham chiqdi. Ular Qirg'izistonga O'zbekiston ustidan qozonilgan g'alaba uchun yaxshigina summa taklif qilayotganligi aytilyapti. Endi bu pora emas, bu aynan mukofot sifatida. Bu pora, albatta bu pora emas degan bilan poraga kiradi, lekin endi bu Qirg'iziston futbolchilariga shuncha summani olasan. Qirg'iziston yutqazib ber deyilmayapti. G'alaba qozon. Qirg'iziston futbolchilariga bu motivatsiya uchun harakat qilinayotgan narsa. Lekin men hozirgi darajamiz Qirg'izistonnikidan balandligiga ishonaman va milliy terma jamoamiz hozir Qirg'izistonni bemalol o'ynab yuta oladi. Bu aniq bu. Albatta ishonib qolamiz bunga. Keyin boya yuqorida ham o'sha Kapadzening tarkibi haqida gaplashdik-ku, deyarli o'zgarish yo'q dedik. Aytgancha men Kapadze bilan muloqot qilganimda aytgandiki, bizda hozir yangi o'yinchilarga deyarli imkoniyat yo'q. Nega? Chunki bizda hali yig'in bo'lgani yo'q. Agar yig'in bo'lganda yangi o'yinchilarni sinab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha G'aniyevnimi, boshqasinimi sinab ko'rsak bo'lardi. Hozir qisqa vaqt, yaxshisi o'sha sinalgan, jamoada bo'lgan o'yinchilardan kelib chiqib o'ynaganimiz ma'qul degan ma'nodagi fikrini bildirgandi. Balki endi yozdagi, iyundagi o'yinlar oldidan bir yig'in qilib, yangilarni ham sinab ko'rish mumkindir. Lekin endi u yoqgacha, iyungacha hali ikkita muhim o'yin bor. Bu o'yinlarda endi maksimum natija qo'lga kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi tarkibda bir ikkita futbolchilar bor. O'sha Diyor Xolmatov bor, misol uchun. Kirish mumkin bo'lgan. Keyin masalan Namanganda yoki bo'lmasa Paxtakor safida bir qator yosh futbolchilar bor. 20, 22, 23 yoshgacha bo'lgan yoshlari orasida futbolchilar bor. Qo'rqmay o'shalarga ishonch bildirish kerakligini men tavsiya qilgan bo'lardim Kapadzega. O'sha misol uchun o'sha ko'pchilik o'sha jurnalistlar, ayrim muxlislar G'aniyev nomzodiga juda ko'p yopishib olishgan. Lekin hozir G'aniyevni olib kelib terma jamoaga yana o'rgatgunga qadar o'sha Xolmatov yoki bo'lmasa boshqa yoshdagi futbolchilarni o'sha jarayonga tezroq moslashtirib olish mumkin bo'ladi. Bizga G'aniyev nari borsa yana 3 yil o'ynab berishi mumkin. 2-3 yil o'ynab berishi mumkin. Chunki uning yoshi o'zi 30 ga yetib bordi. Undan tashqari Otabek Shukurovning yoshi ham mana o'sha 30 dan oshyapti. Odil Hamrobekovning yoshi 32 ga borib qo'ydi. Siklgacha ular yo'q endi, kerak yo'q endi ularni bizga. Bundan keyin misol uchun o'sha sikl tugagandan keyin ular keyingi siklga bizga kerak bo'lmay qoladi. Shu uchun hozir qo'rqmayman shu yoshdagi futbolchilarni, masalan o'sha Kapadze 23 Olimpiya terma jamoasi bilan o'sha Ispaniya anaqaga olib borgan Olimpiyadaga olib borgan jamoasini dagi ayrim futbolchilarni qo'rqmay kiritsa bo'ladi hozir ichkariga. Qo'rqmay kiritib ularni o'ynata olsa bo'ladi. Misol uchun masalan Masharipovning o'rniga menimcha Fayzullayevni asosiy tarkibda sinab ko'rish kerak. Qaysidir ma'noda. Masharipov oxirgi paytlarda ko'rsatayotgan o'yinlari, misol uchun o'sha Osiyo chempionatidagi o'yinlari fonida to'g'ri Masharipov bizga kerak. Masharipov qaysidir ma'noda individual jihatdan ko'p narsani yutib beradigan jihatlari bo'ladi.
Lekin Masharipovga ko'ra Fayzullayevni potensiali ertaga bizga kerak bo'ladi ko'proq. Albatta. Ha, vaqtimiz ham poyoniga yetib boryapti va endi oxirgi savolim Qirg'izistonga qarshi mana 20-mart kuni o'ynaymiz, 25-mart kuni esa Eronga borib o'yin o'tkazamiz va ushbu o'yinlarda qanday hisobdagi natijalarni kutyapsiz? Qirg'iziston bilan o'yinda kichik hisobdagi g'alabani kutyapman. Nega kichik? Yo'q, taxminimga ko'ra 2-1 bo'lishi kerak. Sababi o'sha Kapadzeni hali yangi kelgan. Agar Katanis o'tirganda edi, men 2-0 kutishim mumkin deb aytardim sizga. Himoyani barqaror ushlay olardi Katanis va hech bo'lmasa 2 gol urishga harakat qilardi Shomurodov va uning sheriklari. Hali ham 2 golga harakat qila oladi. Kapadzeni o'yin sxemasini men doimiy ravishda tahlil qilib boraman. U ko'proq o'sha hujumkor, o'sha yoyilib o'ynashga harakat qiladi, doim maydonni kengaytirishga harakat qiladi va ko'proq himoyada ushlamay, bor e'tiborini o'sha tezkorlik bilan hujumga o'tishga harakat qiladigan mutaxassis hisoblanadi Kapadze. Va himoyamizda to'g'ri shoshli futbolchilar bo'lishi mumkin, lekin Kapadzeni taktik qarashlari ko'proq himoyaviy bo'lmagani uchun bitta gol o'tkazishimiz mumkin. Qirg'iziston bo'lsa ham bitta gol o'tkazishimiz mumkin biz. Shu uchun kichik hisobda 2-1 hisobdagi g'alabani kutyapman. Eron bilan o'yinda men yuqorida aytib o'tdim. Eron bilan o'yinda 0-0 uchun o'ynashadi futbolchilarimiz. Yoki kichik hisobda mag'lubiyatga uchrashimiz ham mumkin. Albatta. Ha, albatta keyingi o'yinlarda jamoamizga omad tilab qolamiz. Nima bo'lganda ham baribir o'sha maksimal natijani kutamiz terma jamoamizdan. Oldimizda murakkab va juda muhim o'yinlar bor va ushbu o'yinlarda jamoamizga, yigitlarimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz orqali aynan terma jamoaning bo'lajak o'yinlari va uning atrofidagi voqeliklar haqida suhbatlashishga harakat qildik, hattoki moziyga ham bir sayohat qildik, qaysidir ma'noda. Va nasib qilsa mana shu o'yinlardan keyin yana dasturlarimizni davom ettiramiz. Sport dunyosi kanalida 90+ loyihasi bundan keyin ham nasib qilsa davom etadi. Bugungi ishtirok uchun sizga rahmat. Ha, do'stlar, demak oldimizda muhim o'yinlar kutyapti. Qirg'iziston va Eronga qarshi bahslar va ushbu o'yinlardan keyin ham biz yana dasturlarimizni davom ettiramiz va nasib qilsa g'alabali damlarda birgalikda ko'rishamiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.